Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ekranining ko'rurmanlari, hammalarniki mushu vaqti va bugungi vaqt xayrli bo'lsin. Har doim sog' salomat bo'lishga nasib qilsin, Alloh Allohim. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Xudoga shukr, alhamdulillah. O'tganda nihoyat yaxshi bir program qildik, hamda bugun yana yangi bir mazmunga kirdi ekanmiz. Yani monopol qilingan islom va Qur'ondagi islom to'g'riliq. Yani buningda bir qancha mazmunni o'rtaga qo'ymoqchi bo'layotimiz. Qani ustoz o'zlari marhamat. Assalamu alaykum. Dünyada qarşı yerlərdə hörmətli qarindaşlar, hammalarınız şu vaxt xeyirli olsun. Aleyküm assalom. Biz uzundan birisi bir ovoz qaytib o'tamdi ya. Yo'q. Uzundan birisi 2 yıldan aştı hazırmış İslam to'g'riliq, yani Qur'oni Karim tasvirlagan, Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan İslam to'g'riliq bir program qildik. 83-chi dars ketdik hozir suhbatga. Elhamdülillah. Endi bu şu İslamdaki monopol kılınan kısımlarını, yani İslam'ı biz Kur'an'daki İslam'ı anlatıp geldik bunun içinlik. Hem bunun keyinki anlatılan İslam neymi diye vaxtda hem seliştirme qatarida, yani Kur'an'daki İslam qandaqdı, o cemiyette insanların qoluq düşkendeyken o qandaq İslam'a ayrılıp qalğan, o qandaq monopol kılınan, qandaq kontrol kılınıp qalğan misalda. Bunun özüne başladık. Bu bizdeki sohbetimizdeki ikinci kısmı bu hesaplandı. Hem de Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Mekke'de şirk din, yani müşriklik kinayetini evcep ketken. Şunun için her kabilenin degендek öz bir taldın buti boğan. Şu sebepten Kabe'nin içinde 360 tane but koyulgan. Çünkü her kabile özündeki butunu Kabe'nin içine tizip koyduğun aşında bir adet olgan. Her yılısı Mekke'ni qabıqda ziyaret qabıqda şu butların özüne ziyaret kıldığın aşında adetler olgan. İkinci taraftan bu Mekke'de Hristiyanlığı biraz evcelişe başlagan. Mesela Peygamber Aleyhisselam'daki ayağındaki tağısı Verakat ibn Nevfel diyen adam İncil'ni İbrani tilden Arapçaga öğrep, hazırkı şu bizning mollaga o'xshash Arap tilinden hazır Uyg'urchaga tabliq qiladi bu, ashunga o'xshash. O İncil'ni İbranichadan Arapchaga tarjima qilib, kishilarga tabliq qilib, ashunday o'zi Hristiyanlikni yeyotgan bir vaqtga to'g'ri kelgan Peygamber Aleyhisselam'ın davri. Medine'de mi yana Hristiyan, Yahudiler ve müşrikler bir kısım az sandaki Hristiyanlar bo'lgan. Ularning orasida ashunga o'xshash har xil tafriqchilik, mazhabchilik, buddist bo'lsinmi, uniki butlari har xil ashunday shaklda bo'lganishqa, u yerdami xalqning orasida nihoyat o'zi diniy sohada qaymoqo'sh, xurofiylik, jaholat, ishki jihatdan o'zi tugmaydigan, asrlarcha tugmaydigan ishki urush patqig'i petib qolgan. Shuning uchun bu nimada Kabe'de, yani Mekke'de her yılısı 11. ay, 12. ay, 1. ayının özüne uruş to'xtatilgan ay, uruş qilmaslik kelishim tuzilgan ay ve 7. ayını bek issiq ketgan bo'lg'achqa u vaqtda o'zi urush qilmaslik, ashunday o'zi qilib, 4 ayning o'zini urush qilmaslik kelishimni
tuzgan oyqib bekitgan arab tilidagi mushriklar har xil yahudi shu zamondagi bularning hammasidagi sababi nima degan vaqtda davomliq o'zi urush bo'lib shu qabilavozlik mazhabbozlik dinvozlik sababidan u din hech bir zamon insonlarni birlik ekemasdan har xil mazhablarga har xil qarashlarga ketayotgandan keyin uning orasida har xil o'xshamaydigan ko'z qarash sababidan urush tugamaydigan bir zamonga to'g'ri kelgan. Buniki sabablar nima degan vaqtda aslida o'z vaqtida Tevrat Injil tushgan vaqtda Tevrat Injilmi insoniyatni birlashtirish uchun insoniyatni shu patqoqdan yani xurofiylikdan jaholatdan qutqizish uchun tushgan kitob bo'lsa uni shu zamondagi diniy olimlar monopol qilib insonlarning o'zini davomli o'zi shunday o'zining manfaati uchun xizmat qildirishni maqsad qilib ularni har xil mazhabga har xil o'zi diniy iqimlarga boshlab o'ziga murid to'plab shunday o'zi xalqning orasida tafriqchilikni o'zini paydo qilgan. Mana shunday bir mezgilda payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi berilgandan keyin bu tafriqchilikni oxirlashtirish ya'ni xalqning orasidagi diniy mazhabchilik har xil diniy e'tiqodchilik bu sohadagi ko'z qarashni tamoman oxirlashtirish uchun bu islom dini tushirildi. Islom dinidagi eng cho'ng o'zi nimasidan ikki yana islom dinidagi shu nimasi eng cho'ng ikki qismga bo'lindi. Birisi iymon, yana birisi islomga bo'lindi. Iymon qismi e'tiqod bilan munosabatli bo'lg'achqa, ya'ni e'tiqod qismi bo'lg'achqa, bu har bir odamniki o'zining shaxsiy ishi. Ya'ni o'zi islomni nima iymon, ya'ni bir narsaga ishonmamdi, buning o'zi u odamning shaxsiy ishi qatorida belgilangan. Ya'ni islomdagi iymon Allohga ishonishni bildiradi. Qur'oni Karimda nurg'unlagan dinlarni, nurg'unlagan qabilalar haqida va nurg'unlagan podsholar haqida söz echilishining bütün sabablari nima degan vaqtda shu diniy monopolchilikning o'zini so'zlaydi shu sohada. Har xil mazhabga orilib olishi va ichki diniy sohadagi insonlarniki bir-biri bilan jadallashishning bütün sabablari nima degan vaqtda diniy monopolchilikning sababidan bir qism odamlar uni monopol qilib olib shu zamondagi mollalar andagi xalqning o'zini o'ziga murt qilib to'plab olib o'ttirdi tugamaydigan bir jadalga sabab bo'lganligini Qur'oni Karim bayon qiladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomga sen hech qanday mazhabda bo'lishingga bo'lmaydi degan oyatlar tushgan. O sebepten yani e'tiqod sohasidagi yani iymon e'tiqod sohasiga bu Qur'ondagi bu sohaga nazar solganimizda jamiyatdagi insonlar qaysi narsaga e'tiqod qilsin. Ba'zilari Allohga ishonish, ba'zilari bo'lsa butga cho'qinish, ba'zilari bo'lsa o'zi osmon jismlariga cho'qinish, ba'zilari o'tga cho'qinish, har xil. Ba'zilari o'zi orliq vosita qo'yib Iso alayhissalomni shunday vosita qilib Allohga ishonishniki orlig'ida endi vosita qiladigan ishlari bor. Mana mushundaq ko'z qarashning hammasini Alloh taolo Qur'oni Karimda nima degan vaqtida bu har odamniki shaxsiy ishi. Har odam mayli Allohga ishonsin, mayli payg'ambarga ishonsin, mayli o'zi boshqa narsalarga ishonsin, bu e'tiqod sohasidagi narsalarning hammasi insonlarniki shaxsiy ishi. Ya'ni u o'ziniki cho'qingan narsa bilan o'zining orasini bog'lash uchun qilgan bir ish. Uning uchun u har bir odamning shaxsiy ish qatorida belgilagan. Uning uchun Qur'oni Karimda lakum dinukum valiya din degan oyatni keltirish orqali har odamniki diniy e'tiqodi o'ziga hech qanday bir odam yana bir odamniki diniy e'tiqodi sababli odamning diniy e'tiqodi menga o'xshamaydi ekan deb o'tirib uningga hujum qilish, uningga haqorat qilishga o'xshash bunday ishlarni qilishga bo'lmaydi. Dushman tutishga bo'lmaydi.
degan o'zi oyatni tushirish orqali e'tiqodni bazaga solib, orliqni fasodga aylantiradigan ishlarni amalga qoldirgan. Bu Qur'onniki yana bir tarafchi degan vaqtda islom. Islom e'tiqod emas, bir tuzum bu. İman bu e'tiqod. İnsanlar e'tiqod qiladigan, ya'ni o'ziniki nimaga biz Allohga ishonamiz, Alloh bilan orliqni bog'laydigan narsa Alloh bilan Allohga bo'lgan ishonchimiz. Ya'ni o'zi mo'minlarning hammasi o'zi Allohga ishongan har qanday mo'min uni bog'laydigan shu mo'min bilan Allohning orasidagi bog'laydigan narsa nima desa, u odamning ishonchisi shu bog'laydi degan gap. Buning uchun uni e'tiqod, ya'ni aqida deb bayon qiladi. Hem İslam tarafiga degan vaqtda islom tarafining o'zi bir tuzum bo'lg'achqa, uni hech qanday e'tiqod o'zi e'tibor qilinmaydi, asos qilinmaydi. Chunki o tuzum insonlar orasida bo'lgan narsa. Alloh taolo Qur'oni Karimda misol zina qilmaslik, aroq ichmaslik, bo'hton chaplamaslik, o'g'irlik qilmaslik, o'xshash nurg'unlagan oyat nemining o'zini, hukmlarni va nurg'unlagan prinsiplarning o'zini bayon qiladi. Va shunga o'xshash yana o'zi zakot berish, yaxshi ish qilish, nurg'un ilm o'qish sohasiga o'xshash nurg'unlagan o'zi buyruqlarni berdi. Buning hammasi nima desa, tuzum. Ya'ni islomniki tuzumi. Bu yerda bir odam islomni qabul qilmoqchi bo'lsa, nima qiladi degan vaqtda islomniki shu tuzumini qabul qiladi. Bo'ldi, bu islomga oid bütün tuzumlarni men nima qildim, o'zi qabul qildim. Shu bo'yicha ish qilaman degandan keyin u odam islomni qabul qilgan bo'ladi. U odam qanday e'tiqod yoki qanday mazhab yoki qanday millat bo'lishidan qat'iy nazar, shuni qabul qilgandan keyin, shu bo'yicha ish qilgandan keyin u odam islomning ichiga kirgan bo'ldi va u odam musulmon bo'lgan bo'ldi. Ya'ni u islomda iymon surishti qilinmaydi. Ya'ni u odamniki tuzumni qabul qilish. Hozir misol bunga misol olsak, bir demokratik davlatda biz yashayapmiz hozir. O demokratik davlatniki tuzumini biz qabul qilgan bo'lsak, u yerdagi o tuzumga asoslanib chiqargan bütün qonun prinsiplarini o'zini qabul qilgan bo'lamiz va u qonun prinsiplarga zid ish qilish butunlay jinoyat hisoblanadi. Agar biz shunday qonun xilof qilgan vaqtda bu yerdagi o tuzumni biz buzgan bo'lamiz. O vaqtda bizga tegishli jazo berildi. Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Karim, ya'ni islomdan iborat bu tuzumning o'zida ya'ni nurg'unlagan prinsiplar o'zi bayon qilindi. Bu prinsiplarga asosan qonun chiqarildi. İnsanlar shu qonunga o'zi amal qilmagan vaqtda islomning shu prinsiplariga asosan chiqarilgan qonunga asoslanib turib, u odamning o'zini qilgan jinoyatiga loyiq holatda jazolandi. Bu chiqarilgan qonunni Qur'on shariat deb ataydi misol. Shariat asosan qonun degan ma'noni bildirdi. Hamda hozirgi diniy sohadagi insonlar islomni nerede tutib turyapti degan vaqtda uning o'zini asli bu islomning prinsiplari va o prinsiplarga asosan chiqarilgan tuzum davlatning qonun holatida bo'lishi lozim. Davlatning qonun holatida bo'lmay, hozirgi vaqtda diniy sohadagi insonlar jamilarda, mechitlarda o'zi tabliq qilishi o qonun holatdan bir daraja tuvan. Yani cemiyetdeki bir holatda, yani cemiyet insanların arasında tebliğ kıldığan bir nesli aylandırıp olgan. Yani monopol kılıp olganlığı için İslam'ın özüne o mollalar davamlı özü onu kanun holatda bir e'tirof qilmasdan cemiyetdeki insanlarni o'zi qo'rqitadigan, qabrga kirsang andak azob bo'ladi, ma'ni qilsang andak gunoh bo'ladi degandek o'zi har xil narsalar qo'rqitish orqali insonlarni o'ziga qul qiladigan, o'ziga monopol qiladigan bundaq holatning o'zini shakllantirishlik misolda. Aslida bu Qur'ondagi tuzumlar prinsiplarga asoslanib chiqarilgan tuzum va qonunlar davlatniki qonun holati bo'lgan vaqtda uni kim ijro qiladi degan vaqtda molla ijro qilmaydi. Uni davlat ma'murlari ijro qiladi.
u vaqtda mollaga butunlay ish qolmaydi. Mollaning ishi putidi degan gap endi. Davlat agar shu Qur'onniki prinsiplariga uyg'un keladigan holat qonun tuzib qilgan bo'lsa, u Qur'onning ichida Qur'onga asoslangan bir qonun bo'ldi. U adolatni ijro qilsa Allohning adolatining o'zini namoyon qilgan bo'ladi. U vaqtda u qonunni davlat ma'murlari ijro qilgan vaqtida u o'zi hozirgi zamondagi mollaga hech qanday ehtiyoj tushmaydi. Hem molla o qonunning o'zini, davlatning qonunni e'tirof qilmasdan davomliq mushu o'zi nimani, misol Qur'onniki prinsiplariga uyg'un keladigan holatdagi davlatning qonunlarining e'tirof qilmasligining butun sabablari nima degan vaqtida, agar uni e'tirof qilgan vaqtida buni gapini anglaydigan hech kim chiqmaydi misol. Ya'ni mollaning gapini anglaydigan hech kim chiqmaydi. Chunki nima ish degan vaqtida u butunlay qonunga aylanib ketgan insonlar u qonunga bo'ysunadi. Bo'ysunmagan vaqtida misol jazolandi. Unda bo'lgandan keyin molla ish o'zi mollaning ishi tugaydi degan gap. Molla ish qolmaydi. Odatda hozir bizda bir odam, ya'ni bir qiz bilan yigit to'y qilmoqchi bo'lsa, berib mollamliga nikoh o'qitadi. Molla nikoh o'qitib, undan keyin o'zi hukumatniki to'y xiti oldiga berib, to'y xiti oladi. To'y xiti bergan odam u yerda oldingizmi, tegdingizmi degan o'zi so'zlarning o'zini ular nikoh hisoblanmaydi. Hozirgi bizniki jamiyatimizdagi insonlar. Aslidagi jin nikoh, shu hukumatniki, masalan Turkiyada bundaq davlatlarda qilgan shu nikohning o'zi haqiqiy nikoh bo'ldi. Chunki qo'liq qog'oz berdi. Qo'liq bir nikoh qilganlik guvohnomasi berdi. Har qanday yer bo'lsa, ma ikkimiz o'zi to'y qildik deb ko'rsatgan, davlat uni tasdiqlagan holatdagi bir nikohning qog'ozini berdi. U har qanday yerda e'tiborga ilindi. Endi molla qilgan nikoh degan vaqtda u yerda oldingmi tegdingmi deydi, uni qarta bir pul berdi unga. U mollani nikoh qilishning butun sabablari nima desa, u maqsad Allah'ın qonunini ijro qilish emas, bu yerda Allah'ın qonunini bozorga sepib turib, u yerda pul tepish. Ish buni ketayotgan narsa. Uning uchun odatdagi bir ishlarmi insonlarning o'zini monopol qilish orqali, ya'ni dinni monopol qilib, o'ziniki bir pul topadigan bir kasbiy holatga akilib uningdagi insonlarni ashnaqa bir yo'l bilan o'zi shu qiltaqi dastish orqali uni pul topadigan, pul undiradigan shunday narsaga aylantiraylik. Mana bu islomniki monopol qilingan tarafi. Agar u monopol qilinmagan taqdirda aslida davlatning qonunini islomniki prinsiplariga shunday sepib baqsak, u davlatning qonunida nurg'un yerda islom prinsiplariga to'g'ri keldi. Agar to'g'ri kelmaydigan yerlar bo'lsa, uni shu musulmon bo'lgan yoki shu jamoatning o'zi hukumatga norozilik bildirib, mayani mandaq qilishimiz kerak deb norozilik bildirish orqali uni tuzatishga bo'ladi. Tuzatgan vaqtda u davlatmi to'g'ri yo'lga mangan bo'ladi, u insonlarmi butun mamlakat bo'yicha hamma odamniki to'g'ri yo'lga menishiga hissa qo'shgan bo'ldi odatda. U unda qilmasdan, masalan Turkiyadagi bir davlatnimi, masalan tog'ut davlat deb uning o'zini shayton, tog'ut deydigan har xil sat nom ataqlar bilan o'zi atab, u davlatning inovatini to'kib, shunday qilgan ishlar bo'libmi bizniki diniy sohadagi yoki jamiyatdagi nurg'un insonlarimizda shu narsa mavjud. Ammo bir davlatning qonunda cho'qim to'g'ri qonunlar bo'ldi, ammo xatolarim bo'ldi. Xatolar bo'lgan vaqtda diniy sohadagi odamlar ashuni kuch chiqarib, ashuni o'zini to'g'rilashga hassa qo'shsa, davlat bütün insonlarga shuni o'rtaq o'zi bir ijro qilsa, u vaqtda bir to'g'ri narsani ijro qilgan bo'ldi. U diniy sohadagi odammi bütün mamlakat bo'yicha hamma odamniki to'g'ri yo'lda menishiga hassa qo'shgan bo'ldi. Uni undaq qilmasdan u o'ziniki jon beqish manbasi qilib olganligi uchun uningga u davlatdagi qonun darajalik narsaga o dinning o'zini, ya'ni islomning o'zini uningga undaq ko'rsatmasdan uni jamiyat haq tabliq qiladigan narsaga aylantiraylik misolda. Tabliq qilib, anda qilsang gunoh bo'ldi, mana qilsang savob bo'ldi bilan o'zi kishilarni aldab hozir shunday yuribmiz. Agar o'zi undaq bo'lmagan taqdirda davlat darajalik bo'lgan vaqtida masalan jazolash,
Her xil jazo Qur'oni Karimda hozir zinaxoni 100 qamcha, ya'ni 100 dara urush degan o'zi nima bor? Miyati jalda degan oyat bor, hukm. Endi bu o'zi jazoning o'zi Payg'ambar alayhissalom zamonasida berilgan jazolar. Ama hozirgi zamoncha bo'lsa butun mollalar ashuning o'zini jamiyat tashkil qildi. Ammo u birmi qatim ijro qilinmaydi. Hatto shu mollaning o'zi zino qilgan taqdirdami u ijro qilinmaydi. Demek ki bu hiç bir zaman insanların içinde amalga oshmaydigan, insonlarning orasida amalga oshmaydigan bir narsaning o'zini insonlarga so'zlaydi. Mesela böhtan yapılsan 80 kamça ceza, zina kılsan 100 kamça ceza, oğul kılsan kolunu kesimiz deydiğin gapini kılıdı misal. Ama aşırı nesinin hemmisini deydi, o nesinin hiçbirisi icra kılınmaydı. Yani eğer o aşı molunun diyen gapinin özü şu yerde kanun bolduğun bolsa, demek ki o ülük kanun deyen gap. O icra kılınmaydıgan cemiyette onda kanun bolsa, o ülük kanun halette hesaplandı. Ama bunu tirik holatga akilish uchun qanday qilish kerak degan vaqtida davlat o'li birlashib turib, u yerda davlatniki qonunlarning ichida islomning prinsiplariga uyg'un keladigan yerlari turaversa, uning uyg'un kelmaydigan yerlarga maya mandaq bo'lsa ham to'g'ri bo'ladi degandek o'z maslahatlarni berish orqali davlatniki o'zi qonun sohasida ishlaydigan kishilar bilan birlashib turib, uning o'zini qilsa, u davlat texma to'g'ri ish qilgan bo'ladi. Millet yani texmbek to'g'ri yo'lga mangan bo'ldi. İkinci tarafi islom yana nima bilan monopol qilingan degan vaqtida islomning monopol qilingan yana bir tarafi e'tiqod orqali monopol qilingan. Yani İslam e'tiqoddan tamoman hal qilgan holatdaki har qanday e'tiqoddagi insonlarniki e'tiqod nima bo'lishidan qat'iy nazar o e'tiqodni har odamniki o'zining shaxsiy ishi deb bekitish bilan birga o odamlar islomning prinsiplarini qabul qilgan vaqtida uning o'zi islomga kirganligini Qur'on o'zi bayon qildi. Ham bu yerda diniy sohadagilar degan vaqtida diniy sohadagilar e'tiqodninki doirasiga islomning o'zini majbur o'z e'tiqodning doirasiga kirib turib, e'tiqod ostidagi islom. Ya'ni Qur'oni Karim e'tiqodni asos qilmagan islomning o'zini o'tirib qo'ysa, bu diniy sohadagilar e'tiqodni asos qilgan bir islomning o'zini paydo qilish orqali ani qilsang o'zi iymoningdan chiqsa, mani qilsang iymoningdan chiqsa degandek o'zi so'zlarni qilish orqali man kofir bo'ldi, anisi murtad bo'ldi degandek nurg'un gaplarni qilish orqali insonlarning o'zini, ya'ni buni e'tiqodga bog'lab turib, islomni e'tiqodga bog'lab turib, insonlarni unda monopol qiladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima bo'lsa, aslida bu islom hech qanday e'tiqodni asos qilmagan, har qanday e'tiqoddagi insonlar kira oladigan, hech qanday e'tiqodi yo'q, hech qanday bir dinga e'tiqod qilmaydigan insonlarmi hem kiralaydigan. O İslamdaki prensiplerini e'tiraflı qilsa, uning amalli qilsa, uning kiralaydigan mushundaq bir narsa ekanligini Qur'oni Karim bayon qiladi. Misol. Chunki bu e'tiqod bo'lmasdan islomning o'zi bir nima, bir sistema, undaq aytgan vaqt bir tuzum bo'lganligi uchun o tuzumni har qanday diniy, har qanday e'tiqodli insonlar eğer qabul qilsa, bo'ldi mush tuzum ostida yashayman desa, mush tuzum bo'ysunma desa, yashay oladigan shundaq bir narsa bo'lganligi uchun bu e'tiqodni birlashtirgan vaqtda bu intayin mujmal bir holatga kelib qoladi. Shuning uchun Qur'oni Karim aslo buning o'zini e'tiqod bilan ikkisini aralashtirishga yo'l qo'ymaslik. Shunga islom davlati qurgan vaqtida bütün insonlar tinchlikda barobar yashaydigan. Tinchlikning o'zi nimaning ustiga qurildi degan vaqtda tinchlik adolat va barobarlikning ustiga qurildi. Adolat va barobarlikni asos qilgan bir tinch bir jamiyat qurish islomning g'oyasi. Mushu g'oya ustiga qurilgan bir jamiyat islomiy jamiyat deb ataladi va bu jamiyatga, mush jamiyatdagi o'zi mush tinchlik va adolatni asos qilgan
har odamniki qilgan ishiga qarata haq berish va qilgan jinoyatiga qarata jazo berishga o'xshash shunday odil bir o'zi adolatni asos qilgan bir jamiyatning o'zini ya'ni shunday prinsiplarni o'zini qabul qilgan bir insonning o'zi islomiy jamiyatga kira olgan bo'ladi va unga amal qilsa u yerdagi prinsiplarga amal qilgan vaqtda islomning prinsiplariga amal qilgan bo'ladi. Ya'ni shuning uchun bu Yani yerda nima degan vaqtda Müslüman İslam'a bulunur kiriş diyorsun, değil için mi? o adam imanğa kiriş. Aldı ölen imanğa kiriş şart emez. Bir adamdaki İslam'a kiriş için iman etmiş şart emez. Çünkü iman ayrım, itikat o ayrım bir narsa, İslam ayrım bir narsa yani. Şunun için bu yerde bunu devamlı iman etmesi Müslüman bulmaydı o. Dişinin özü tamamen bir hata narsa. İman etken adam mümin buludu. Etmegen yani onu inkar kılan adamın özü kafir oldu. Yani tiniş adil beraberlikinin özünü asas kılan bir cemiyetke kirgen adam qaysı din, qaysı etikat, qaysı millet, qaysı mezhepten buluştuğu katınızlar o Müslüman bulalaydı. Müslüman degen tinişlik kirgen adam, tinişlikni söyleyen adam, tinişliknin özüge esli koşkan adam degen her xil özü manalını bildirdi. Bunun kirgen boludu, onun emel kılan bir adamın özü İslam'a emel kılan boludu yani. Şunun için bu yerde iman ve İslam'ı arlaştırıp ötüş tamamen özü İslam'ın Kur'an-ı Kerim'deki prensipiga zıt gelir. Yani bir bütün özü İslam'ın prensiplerinin hemmesinin özüne ibadet şekliga ekiveliş. Bu intayın özü çok bir hatalık. Misal hemme narsa İslam'ın içindeki hemme narsani ibadetke aylandırılıp insanların özünü davamlıq ibadetke tergib qilish, ibadet qilish qistash bu insanlarni ahir qaldırış, insanlarni hurafiylaştırışga yapmanadı. İbadet fakat iman keltirgan adam qiladi. İbadetin özü misal Allah işengen peygamberge, Allah'ın kitaplarına, ahiretke, periştelerge işengen bu adamın özü iman etken boludu. Bu adam namaz okuş, roz tutuş bu adamın gayetine düşürdü. Ama İslam'ı kubul kılan, imanı kubul kılmayan adamın çoğu vaxtda o adamın özüge o namaz okuş ne kılmaydı, düşmeydi. Neymiş ki diye vaxtda iman etmeyen adamge namaz okusun mu namazı bekar geliyordu misal. Mesela Peygamber Aleyhisselam zamanı bunu ne çıkartım sözlüdük. Ebu Süfyan'ın özü İslam'ı kubul kılan. Yani oldu. Sizdeki moşu diginin asasen moş tiniş bir cemiyet berpa kılış. Yani moş İslam'ın ibaret bu prensipinin özüne İslam'ın prensiplerini ben kubul kıldım. Adil beraber bir cemiyet kuruş ve adil şu beraber cemiyet birge yaşaşına ibaret bunun özüne ben kubul kıldım. Dep aşının kubul kılıklık. Ama Peygamber Aleyhisselam Allah'ın var ve birliğini sizdeki itiraf kıldığı vaktin kemmidi mi diye vakitte bir Allah demezsin, bir kanç Allah diyen bolsan, bir kanç ilahının gibini kılgan bolsan, ben oyluşup bakattım. Diyenligi ve eğetisi, Mekke Fetih Khan'daki eğetisi o Ebu Süfyan'ın özüne sen benimki Allah'ın elçisi ikenligini itiraf kıldığı vaktin kemmidi mi diye vakitte şunun azrak bir kichkina kallamda ashuni qarta bir san olgan bo'lsa o'ylash faqatdim deb yana Peygamber Aleyhisselam'daki peygamberligini itiraf qilmaganligini aşağıda o'zi bayon qiladi. Ama Ebu Süfyan'a ölüm cezası vermeydi Peygamber Aleyhisselam. Nima uchun degan vaqtda imanni qabul qilmagan, yani iman etmagan bir odamni o'ltirish. Men iman etmayman, ishonmayman degan o'zi, yani Allah'ın peygamberleriga, uni shu perishtalarga, oxirat kuniga, kitoblarga men ishonmayman degan bir adamın özüne öldürüş Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde özü öldürüş karta buyruk yok. Ama kandak bir adam ki İslam'ı kabul kılmasa, İslam'ı kabul kılmasa ya komaydı İslam'a kirip ahırın özü ondan çıkıp geçse o vaxtda onunla şu kılan işi karta ceza verildi. Eğer olsa ölüm cezası kadar. Ne için diye vaxtda İslam tiniş bir cemiyet, adil ve tiniş bir cemiyet diyen gap, cemiyet berpa qilish diyen gap, tiniş ve adil bir
barpo qilingan jamiyatga buzg'unchilik qilgan odamning o'zini, ya'ni undan chiqib ketgan odam, uning buzg'unchilik qilgan odam bo'ladi. Buzg'unchilik qilgan odamni shu qilgan buzg'unchiligiga eg'ir yeniklik qarta Qur'oni Karimda belgilangan prinsiplarga asosan jazolandi. Misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda iymon bilan islomni o'zini aralashtirib o'tgandan keyin u odam o'zi davomli qanday keyin Qur'oni Karimdagi nurg'u yerda shunday oyatlar bor. Misol وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ degan mush oyatning o'zini bütün odam la ilaha illalloh degan qadar o'zi urush qiling degan bo'ldi deb mushu xato tushunib olgan bundaq ishlar bor. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda islom bilan iymonning o'zini ayrim-ayrim tushunish, iymon qanday narsa degan vaqtda faqat Alloh bilan orliqni bog'lash uchun Allohga o'ziniki e'tiqodni bog'lash uchun qilgan bir e'tirofdan iborat. Yani Allah'ın e'tirof qilishni, Allah'ın bor va birligini e'tirof qilishdan iborat. Islom degan vaqtda Alloh tushungan shu prinsiplarni mayli u Alloh tushunmadi deb unga e'tirof qilmagan taqdirdami u prinsiplarning to'g'ri ekanligini e'tirof qilib, bo'ldi men bu prinsip ostida bir yashayman desa, u odamning o'zi islomga kirganlikdan iborat bo'lganligini tushunib olsak bo'ldi. Misol, buning qarta bir qancha hadislarning o'zini misol keltirishimiz mumkin. Buni men qolinni payg'ambar alayhisalom manda degan gapni qilmayman, chunki bunda hadislarning o'zini payg'ambar alayhisalom deganlikka ishonmayman. Payg'ambar alayhisalomga bo'xton chaplashdan biz qo'rqamiz. Uning uchun mushundaq bir rivoyat bor misolda. Bunyal islamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salat ve itaiz zakat vel hac ve sövm Ramazan ve tehuccil beyti degan inistata ile sabila degan boshqa rivoyatlar bor. Musher nimda degan vaqtda islom 5 narsaning ustiga bino qilindi. Birisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb shahodat etish. İkincisi ikamis salat. Bu yer namoz o'qish deydi uning o'zini. Uchinchisi zakat berish, to'rtinchisi haj qilish, beshinchisi ro'za tutish. Mana mushuning ustiga bino qilindi deb rivoyatlarda mana mushundaq rivoyatni qilingan. Mana mushuning o'zla islomga bo'lgan qanchalik buzg'unchilik ekanligini o'zini bilib olib bo'ldi. Islom bir tuzum dedik. O tuzumda shahodatning hech qanday o'rni yo'q. Shahodat aytgan odam iymon aytgan bo'ldi. Bu iymonning masalasi. Bu islomning masalasi emas. İqomis salat deganning o'zi iymon aytgan odam qilgan ibodatdan iborat xolos. Ramazonning o'zimi iymon aytgan odam qilgan ibodatdan iborat. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda iymon bilan islomni aralashtirib o'tgandan keyin bu rivoyatlardami, undan o'qigan odamlarmi islom bilan iymonning o'zini arayolmagandan keyin payg'ambar alayhisalom zamonasidagi yozilgan tarixning o'zini uchiqtirdi bo'lmasa. Uchiq to'simi ma rivoyatlarda manda bo'lgandan keyin undan islom bilan iymonning o'zini arab ololmay, shuni orliqda gangrab islom degan nima degan vaqtda hamma odamning o'zini musulmon qilish, jihad qilish, islomiy jihad degan nima desa, islomiy jihad deganning o'zi hamma odamni musulmon bo'lishga jihad qilish degan bo'ladi deb mush yerga keldik. Islomiy jihad degan nima degan vaqtda aslida islomiy jihad tinchlikni buzgan odamlarni toki tinchlik ehtinomisini yoki bo'lmay tinchlik bo'lgan o'zi kelishimni yoki bo'lmaydi prinsiplarni e'tirof qilganga qadar kurash qilish degan ma'noni bildirdi. Payg'ambar alayhisalomning zamonasida misol nurg'un qabilalarning o'zi shu nimaning o'zini islomni, ya'ni tinch bilan birga yashaymiz, biz o'zimizniki e'tiqodni qilib qolamiz, o'zimizniki dinimizni qilib qolamiz, ammo tinchlikda, adolatda, ya'ni mush prinsiplarga bo'ysunib, sizlar birga yashaymiz va sana yani davlatga biz o'z bosh topshiramiz deb shuning o'zini e'tirof qilgandan keyin payg'ambar alayhisalom ularning qabul qilganligi tarix kitoblarining hammasi bor. Misol demakki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bir odam iymon kirmay turibmi islomga kira oladiganligini bildirdi. Islom deganning o'zi tinch bir jamiyat bo'lg'achqa, u e'tiqod bo'lmag'achqa bir tinch bir jamiyatni boshqarish uchun belgilangan
prensip ve kanunlarının özüne köçtürdü. O kanunlarının özüne o adam boldumuş kanunu boysunmamış prensiplarga boysunma degan bolsa, şunu resmi boysunsa o adam özüneki musulmonligini namoyon qilgan bo'ladi. Yana bir rivoyatning o'zida Peygamber Aleyhisselam'a yana çaplangan bir rivayet. Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salat ve yu'tuz zakate ve feiza fealu zalike esemun minni dima'ehum ve emvalehum illa bihaqqil İslam ve hisabuhum alallah diyen bir rivayetler var. Bu ne mi diye vakıda insanlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kadar ben uruş kılışka, ben özü cihat kılışka ben buruldum. Dep Peygamber Aleyhisselam'ın aşında diyenlik hakkında oyundak bir rivayet. Ama Peygamber Aleyhisselam tarihi karısak şehadet keltürmeyi İslam'ı kubul kılan yani tinişlikte bir yaşayışının özüne kubul kılan adamlarının özü Peygamber Aleyhisselam'daki öltümü geldiği. Bay diyen özü Ebu Sufyan deyimiz aşına oşaş adamlarının öltümü geldiği. Tamamen bu rivayetlerge xilap misal. Şunun için bu yerdeki nesne mi diye vakıda bu rivayetler tamamen İslam'ı dinliki kategoriyasına kirdirip her kandak adam dinlik kirgen vakıda İslam'a kirgen boludu. O dinge yani din neme? Din deyme? İtikadka. Yani imanga kirgen vakıda iman etikad vakıda o Müslüman bolgan boludu, İslam'a kirgen boludu. Degen özü prensipka aylandırıp alganlık için bu atkan nerse. Yani bir adam iman etse mümin boludu, iman etip hem özü bu Kur'an'daki şu prensiplerge men boysunma dese, İslam'ın bu prensiplerge boysunma dese, o adam hem mümin hem Müslüman bolgan boludu. Eğer onun buzgunçuluk kılsa, o hazırkı vakıtta onu terörist dep ataydı. O özü iman etken bolsumu cemiyetdeki öz bexaterlikki buzgunçuluk kılıp insanların mal mülkiga, jeniga tehdit selip kılgan bolsa, onun özü o musulmonlikdan çıkkan boldu. Gerçi o iman etken bolsa, musulmonlikdan çıkkan boldu. Onun özü yani özüneki kılgan cinayetniki layıkıda jaza alınışka hak olgan boldu. Yani bu rivayetlerin hemmisini nege yapıyordu diye vakıda bay okuyan vakatiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah diyen bu şu ayetka apırıp takaydı. Bu tamamen özü ayet bilen 12 arasında hiç kandak bağlantı yok. Ayet bilen ikisindeki manası tamamen zıt. Bu ayet ne deydi dese fitne yani karşılık. Karşılık yani cemiyette birbirine boğan karşılık. Yani A dindeki insanlığı, ma dindeki insanlığa, A mezhepteki insanlığı, ma mezhepteki insanlığa düşmanlık ölen karaydıgan işler tamamen tüggen kadar insanlık hemmesi birbirine insanlık noktasını karab her adam yani bir adamdaki dini itiqadı hürmet kıldıgan, medeniyet hürmet kıldıgan, milli kimlik hürmet kıldıgan bir cemiyet berpa boğan kadar küreş kılış diyen mananı bildirdi. Ve yekune dinu kulluhu degenin özü, lillah degenin özü, barlık din Allah için boğan kadar. Barlık din Allah için boğan kadar degen nime degen vakıda, dini itiqat, neki hesabını Allah alıdı degen nime kelgen kadar. Yani ben İslam dinine itiqat kılamam. Yani biz Hristiyan dinine, yani biz Budda dinine itiqat kılsa, o Budda dinine itiqat kılan adamın özüne sen Budda dinine itiqat kıldı kense, dep o adam düşman çıkışkanda hacet yok. Onun hesabını kim alıdır? Me'ammayı mı? Allah alır onun hesabını. Onun için bu yerdeki hesabı ve hesabı nime alallah degen rivayetki ahirki söz nayet doğru. Onun hesabı Allah boludu. Onun her kandak adamdaki dini itikadındaki hesabını Allah alıdı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde İslam'ı kubul kılmayan nime? İman etmeyen insanların özünü öldürüş, cezalaş, imanın yeni vakalını öldürüş, cezalaş, pul mallarını musadir kılış diyen okşaş hiç kandak yerde bir ceza yok. Ne için degende onun cezasını Allah Teala bu dünyada demez, kıyamette yüz berdiğanlığını bayan kılıklık. Yani şunun okşaş misal lekum dinukum veliyedin degen ayet mi şununki bir kısmı. Yani Kur'an bu bir hulası bir ayet.
Lekum dinukum veliyedin degeni. Yani barlık insanlar her adamdaki dini itikadı özünün şahsi işi. O mening işim emas. Allah bilan o adamdaki arasındaki iş. Onun hesabını Allah özü alıdı degan ko'z qarash o'zi bo'lishi kerak. Aşaret kelgan qadar kurash qilgan gap. Yani lekum dinukum veliyedin degani, yani jamiyat butunlay tinchlarga vaqtda her adamning diniy e'tiqodi o'ziga. Yani o Allah ishlam degan bir narsaga ishlamdi, o'zining ishi, mening ishim emas degan ko'z qarashga kelishi lozim degan gap. Yani mushundaq bo'lgan vaqtda islomiy bir jamiyat barpo qilindi. Yuqori biz deganga o'xshash misol insonlar yani bir jamiyatda har xil ko'z qarashda bo'lib, o ko'z qarashni islomdagi jamiyatning tinchligidagi asos qilib olgan vaqtida u aslo o jamiyatda tinchlik barpo bo'lmaydi. Chunki har bir mulla o'zinikini to'g'ri deydi. To'g'ri degandan keyin yana birisi bilan o'zi hech bir zamon chiqisholmaydi. U vaqt eng oxiriga kelib jadal chiqadi. Bu yerda Alloh taoloni devatqini nima degan vaqtda u sen ko'z qarashlaringni, e'tiqodingni o'zingni yanchoq qilib qo'y. U o'zingning ishi u. O'zingning shaxsiy ishi, Alloh bilan orangdagi ish. Uning jazosi olsun, mukofoti olsun Allah qiyomat kuni beradi. Sen uni insonlar orasida do'st, dushman bo'lishniki asos qilma deydi Alloh taolo. Yana o'zi vala tasubbul lazina yad'un min dunillah degan oyatning o'zimi mana shuning o'zini bildirdi. Qur'on o'zi boshqa dindagilarniki diniy e'tiqodini yoki diniy muqaddasotlarning o'zini haqoratlashni to'sadi. Nima uchun degan vaqtda boshqa insonniki e'tiqodini, uniki diniy muqaddasotlarning o'zini haqorat qilgan vaqtda dushmanlik paydo bo'ldi, orliqda jadal paydo bo'ldi. La ikraha fiddin degan oyatning o'zimi mana shunga boradi. Ya'ni har qanday vaqtda dinga zo'rlash bo'lmaydi. Yani bir sual sorsam bulamda. Dinga zo'rlash bo'lmaydi, to'xtatay. Tamam. Dinga zo'rlashga bo'lmaydi. Agar dinga zo'rlagan vaqtida asla o zo'rlangan odamda samimiy bir e'tiqod bo'lmaydi. U yerda o'zi o odam asla o'zining samimiyati bilan, o'zining haqiqiy ko'ngli bilan o'zi iymon etmaydi, saxtapazlik qiladi. Shuning nima bo'ladi degan vaqtda u yerda munofiqlik paydo bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda e'tiqod sohasida asla o'zi insonlarni bu madinaga kirsa, madinadan chiqsa deb zo'rlashga bo'lmaydiganligini o'zini bayon qiladi. Xo'sh. Başka sorularım. Mening sualim masalan bu biz an'anaviy islomda ayni monopol qilingan islom deb ismini qo'ydik-ku bunikida. Buningda biz tushunib kelgan, shu uchun tushungan vaqtimizda masalan Qur'ondagi butkul din Allohga, Alloh uchun bo'lgan qadar yani. Sening dining qarta, mening dinim shakllanish emas. Hammasi shu Allohga, ya Xudoga deyli, bo'lgan qadar jihad qilishni va kurash qilishni. Mushu oyatni u chog'da mushu buyruqni Payg'ambar alayhissalom va Rasululloh ijro qilolmay, o'zining vazifasini tugatamay o'lib ketgan bo'ladi-da. Elbette. Shu savol kelib oladi uchun mening kallamga. Bu qanday bu Rasulullahni evet Payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimda orqali da'vat qildi, kitob bilan jihad qildi. Ammo oyatda munda deyildi ekan, bu uningki vazifasi kam qolgan bo'lmamdi degan mushu fikr keldi-da mening kallamga. Hozir buning javobini sizlar bergan bo'ldilar, shundaymi? Doğru. Ondan Çünkü Kur'an'ın məqsədi amalının barcha insanlar iman etib Allah'ın fəriştələrə, kitablarına, peyğəmbərlərə, ahiret günüge işense bununki nəhayət yaxşı bolduğanlığını Kur'an bayan qılıdı. Amma asla bunun da zorlaş, onun özü mecburlaş, yani etməsən bulmaydı deyilən heç qanday bunda bir ibarəni Allah Taala bayan qılmagan. Hem de Kur'an'daki en asas məqsəd neymi degan vaqtda bütün insanlar, insaniyet cemiyeti bir tinch, adil, shunday bir güzel bir insaniyet cemiyeti barpo qilish Qur'oni Karimdagi eng tut maqsad ekanligini Qur'on bayon qildi. Masalan,
Bay degan, Beşit degandek, her bir o'zi odamniki, misol bir to'rttal mollani bir yerga qo'ysa, hammasi ahli sunniy val jamoaning mollalari deydi. Hammamiz ahli sunniy val jamoaning mollasi deb turgan molladan to'rttal mollani bir yerga qo'yib, bir savolni so'rasalar, to'rt xil javob berdi. Hech bo'lmasa ikki xil javob berdi. Shuning uchun bu yerda yana o'zi ikkisi bir mazhab, ya'ni bir dindagi bir diniy e'tiqodli insonlar bo'lsa-mu, u monopol qilingan dinga ergashgan inson bo'lgandan keyin u monopol qilingan dinda u savolning javobi mandaq qilsak ham bo'ladi, andaq qilsak ham bo'ladi degan nurg'un o'zi shohlar orib etilganligi uchun bu yerda o'zining mollligini ko'rsatish uchun o'zi mandaq desa mandaq deb yurib, bu yerda ikki uchga ayrildi masalan shu insonlar. Asla bir yerdan chiqolmaydi mana aytgan vaqtida. Demak bu e'tiqod sohasida insonlar tarixdan buyon asla o'zi bir yer bo'lolmaydigan bir masala ekanligini Alloh taolo bilganligi uchun u narsani har bir insondagi shaxsiy ishi. Ya'ni Alloh bilan u insonning orasidagi ish. Agar to'g'ri narsaga ishongan bo'lsa Alloh uni mukofot berdi. Xato ishongan bo'lsa uning jazosini Alloh berdiganlikqa, uni hech bir zaman insonlar berishga bo'lmaydiganlikqa Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday o'zi bayonot e'lon qilgan. Uning uchun uni dashnam qilmanglar, u majburlamanglar, unda qilsanglar bo'lmaydi, unda qilsanglar o'zi zulm qilgan bo'lasizlar, nurg'unlagan o'zi oyatlarni bayon qilgan Qur'onda. Endi bu islomchi degan vaqtda, islom degan tinch bir jamiyat degan vaqtda tinch bo'lmagan vaqt qanday bo'ldi deganda, tinch bo'lmagan vaqtda insonlarniki hayotiga, mol mulkiga, izzat obro'yiga ish qilib insonlikniki har sohasiga tahdid paydo bo'ldi. Tahdid paydo bo'lgandan keyin hattoki qon to'kilish, nohaq qon to'kilishga o'xshash, bulan-talan qilishga o'xshash har xil zulmlar paydo bo'ldi. Qur'oni Karimdagi maqsadi nima desa, zulmni amaldan qoldirib, zulmni tamoman yo'q qilib, adolatni tiklash orqali adolat ostidagi barobarlikni vujudga chiqarish Qur'oni Karimdagi tub asosiy prinsipi. Eng tub asosiy prinsip mana shu. Shuning uchun buningga Alloh taolo Qur'onda asla hamma odam iymon etib bunga kirish kerak. Birinchi darvoza iymon, undan keyin o'z islomga kiradi ikkinchi darvozada degan bundaq bir narsani Qur'oni Karimda bayon qilgan emas. Iymon ayrim bir narsa, islom ayrim bir narsa. Iymon e'tiqodga munosabatlik, islom tuzumga munosabatlik narsa. Onun uchun bu yerdagi narsa nima bo'lsa, masalan bir davlatniki tuzum bo'lsa, bu davlatda hamma odam bir diniy e'tiqodga kirgan bo'lsin, masalan bir xristian davlati bo'lsa, hozir biz yashayotgan davlatlarimiz xristian davlatlari, bu yer nurg'unlagan musulmonlar, buddistlar, yahudlar, boshqa dinliklar yashaydi misol. Bu davlat hamma odamning o'zini xristian bo'lsa desa, savaşlar ya shu vaqtdan boshlab bular qarshilik o'tirib chiqadigan gap, nurg'unlagan qon to'kilgan gap, agar vaqt kelsa davlat o'rinishga boshlaydi. Misolda davlatni vayron qiladi, insonlar nurg'unlagan behuda qon to'kishga o'zi nima qiladi endi? Shu yerda sabab bo'ladi. Shu yerdagi e'tiqod ashnaqa sabab bo'lgan gap. Shuning uchun bu hal bo'lmaydigan bir masala. E'tiqodiy masala hal bo'lmaydigan masala. Onun uchun o yerdagi Alloh taolo nima deydi desa, Qur'oni Karim nurg'unlagan e'tiqodni bayon qiladi, xato e'tiqodlarni, nurg'unlagan o'zi shirk e'tiqodlarni ayda bayon qiladi. Bayon qilish orqali shu orliqda Alloh taolo to'g'ri e'tiqodni ham bayon qildi. Ya'ni Allohning farishtalari, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga ishonishdan iborat buning o'zini bayon qildi. Bayon qilib, agar sizlar to'g'ri bir e'tiqodga ishonmoqchi bo'lsanglar, mana mushunga ishonsanglar, eng to'g'risiga ishongan bo'lasizlar. Ya'ni buningdan ham zo'rlash yo'q. Xohlagan kishi ishonsin. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Xohlagan kishi ishonsin, xohlasa ishonmasin deb buning o'zini bunday bayon qilgan Qur'onda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, tinch bir jamiyat, odil, tinch bir jamiyatning o'zini barobarlikni vujudga chiqargan bir jamiyatni barpo qilma desa, u yerda e'tiqodning o'zini bozorga solsa, asla bu narsa vujudga chiqmaydi degan gap. Shuning uchun bu nimadagi Suriyadagi hozirgi Julani degan odamning o'zimi bu o'zi nimani har qanday dindagi insonlar o'zining diniga e'tiqod qila oladigan, o'zining mazhabiy e'tiqod qila oladigan, har qanday millat o'zining milliy urf-odatini, milliy o'zi kimligini saqlay oladigan holatdagi bir davlat qurmoqchi degandan keyin u yerda bizniki u yer berib olgan qarindoshlarimiz bir qismlari uning xaf bo'lib, bu islomiy bir davlat qurandik desak, men buni qurdigan bo'ldi, buningda biz
Kapıp kaldık. Degende qilib bir özbek adam aşın sözlep mesela. Bular ben muşnuğa menda kapıp özde hem de bu işni başqa qılmasa olmagan boldu degende gaplar var oxşaydı. Demek bu yer nima degan vaqtda bizniki hatto özünü mücahit hisoblagan insonlarimizning o'zimi islomiy bir davlat qanday bo'ldi? Qur'onga asosan misol. Aşının özüne başdan ahir aşına tədqiq qilish orqali bu mandaq bo'ladi ekan degan bir yer kelanmagan. Onun için o Julan'niki qurmoqchi bo'lgan davlatning o'zini islomiy davlat emas degan misolda. Aslida amaliyotda o Julan'niki aşı degan gapi agar amalga oshsa u rasmiy islomiy bir davlat bo'ldi degan gap. Hamma odam diniy e'tiqodga hurmat qiladigan, milliy kimlikka hurmat qiladigan, hamma odam qonun oldi barabar adil bir qonun o'zi ijro qilinadigan bir davlat bo'lsa, ya'ni qonun adil ijro qilinadigan bir davlat bo'lsa, demak islomiy davlat mana shu degan gap. Qur'oni Karim bayon qilgan davlat shu bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda biz davlat quramiz deymiz. Davlat qurgan odam birinchi u davlat qanday bo'lgancha eng yaxshi bo'ladi. Nurg'unlarimiz var misal hozir qo'yibsa, Uyg'urlarning hammasi qo'yibsa, qanday davlat qursa, demokratik davlat quramiz yoki islom davlati quramiz desa, yüzde qancha % misal islom davlati quramiz deb o'tirib chiqadi. Ammo haqiqiy Qur'oni Karim tasvirlagan islom davlati qanday ekanligining o'zini shu odamlar bilmaydi misal. Bilmay turib islom davlati quramiz, shariat davlati quramiz deb ayndaq deydi. Biz mana shu sababdan shu monopol qilingan islom e'tiqod yani nurg'unlagan shundaq soha bo'lg'achqa oldimizdagi darslarda inshaalloh oldimiz suhbatlarda monopol qilingan e'tiqod, monopol qilingan nima iymon o'zi ashunga o'xshash nurg'unlagan o'zi nimaning o'zini o'sha yerda 10-15 turga bo'lindi ekan bu. Toki keyingi vaqt undan jiq chiqishi mumkin. Shu sohaning hammasini biz bundan keyin hadis, fiqh, shu nimaniki shu aqida kitoblariga asoslanib turib, har sohadagi xos soha bo'lsa, shu sohadagi fiqh kitoblardagi buzilgan yerlarni aniq ko'rsatib, Qur'oni Karimdagi shu sohalarni birlashtirib turib, mana bunda xatolik bo'lgan degan asosda o'tirib qo'yamiz. Misal monopol qilingan madaniyat, monopol qilingan siyosat, monopol qilingan o'zi munosabat, monopol qilingan davlatchilik. Misalda boya biz dedik ana davlat qurgan vaqtida islom davlat quramiz degan insonlarning o'zimi kallasida aniq bir islomiy davlat tushunchasi mavjud emas. Shuning uchun bizniki xalqimizga bunday programmalarniki nihoyat muhimligini his qildik. Onun uchun bu yerda haqiqiy Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan, davlat zoti payg'ambar alayhissalom qurgan, uning ustiga tarixda o'tgan Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom qatorli payg'ambarlar qurgan davlatlarning hammasi nima asoslangan degan vaqtda ilohiy kitob bo'lgan, ya'ni Allohniki o'zi kitoblariga, ya'ni shu vaqt Tavratga, hozir bu payg'ambar alayhissalom zamonida kelsa Qur'ondagi islomga asoslanib turib qurgan davlat ekanligining o'zini biz o'zi deb o'tdik. Uni ham oldimizdagi kunlarda misol sifatida davlat monopol qilingan davlatchilik degan mavzuga kelgan chog'da buni ham qayta bayon qilamiz inshaalloh. Şunu xalqimiz bunida hattoki tarix, madaniyatdan tortib hamma sohada monopol qilinib ketgan bizning xalqimiz. Tarix o'qidisa, arabning tarixini o'qiydi, sahobaning tarixini o'qiydi. Onun başqa vaqtida o'zimiz tarixini bilib bo'lib, başqa vaqtida uni o'qish nihoyat muhim. Ammo eng birinchisi har millat o'z tarixini o'qish kerak, o'z madaniyatini o'rganish kerak, o'zining davlatini qanday qurish sohasida izlanish lozim. Bu sohada biz tafsili keyingi vaqtlarda to'xtalamiz inshaalloh. Allah razı olsun ustoz. Bu şu birinci numaralık okuluşqa tegishlik doim o'qilib turadigan kitob degan ma'nodagi bu Qur'on degan kitobni
Biz okumaganlygymyz üçin, düşünüp okumaganlygymyz üçin ýa-ki başgalarnyň düşündirişi üçin okup, itikat merkezlik mezhep göz garaşlary bilen onu şu irmap çırmap Hmm. düşünüp alganlygymyz üçin ahyry nurgun hatalyklaryny ötküzüp dikenmiz. Bu pakatlam bu mezhepçilik asas kılıngan musulmanlaryň arasydaky kan töküş bu Araplar Paristan otursa karşısına meyil etti meselençi. Olarnyň arasynda bu kalmysyn da Hmm. ahyry bizniň Uýgurlaryma neçe 10 000 kilometr ýerlerden başga bir ýerlerge ekilip bütün dünýäge ýa-ki şu ýerdäki yerli halyklarga düşmän kılıp köýsüp goýdy. Bunyň paýdasyny kim köýdi dese ýene şu Hytaý köýdi. Emdi biz hazır siz dewetken muşu gep emdi şu. Bu Hmm. İslamga kiriş üçin iman etiş kerek emas. Eger iman etseňiz, etişli halasaňyz mümin bolursiz. Ama tinçlik kiyseňiz, özüňiziň itikadyny saklap, nimege itikat kılsaňyz kılyň, musulman yani İslam keltirgen bolursiz, tinç jemgyýetge kiýgen bolursiz. Degen muşu tarykda düşündirişine men seniň agızlardan aňlap, naýat hoş boldum. Bazı Türk ustazlardan bar, lekin manda kalamda manda oturmaganda bu naýat çoň bir ýolny tinçlik ýolunu açkan boldy elhamdülillah. Bunun bilen musulmanlaryň atyrşydakylar emas, bütün dünýädeki mesele hal bolady dep oýlaýman. Seniň muşu düşünçege kelgen ýene başga Arap ýa-ki seni bildiren başga adamlar barmy? Ýa-ki bolmasa özleri izdiniş ýerýände özleriniň nimesi bilen oturgy çykan sillam nime kıldygan ýekünini çykaryp başga ýerden tinşap bakmagan bir mesele barmy ýa-ki bu şonuňa bir gyzykkan diýip soraýatdym da. Ya bunu ben şu 2013 2012-13'lerde katlık izni vatka vakitlerimde şu iman deyimiz, bazı İslam deyimiz, muşundak ben onu aldı da imanın İslam'daki ne onçola farklandıramaydım da. Keyin qarasam bu iman İslam'a kelgen vaxtda bu hiç bu qoğlaşmaydı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet varsa lekum dinukum veliyedin. Sizin dinin özünüzge, mena dinim özümge degen ibare keledi. Yer bir yer varsa onu öldürün degen ibare keledi mesela. Bu kandak hem de bu yerde bu dep o ikisi birbirine karma karşı. Elke katilul lezine la yu'minuna billahi ve bir nim aşama bir ayet var Kur'an'da Sure Tövbe'nin birisinde. Aş ayetin özümü hatta yutul cizyete ve hum sagirun dep tugaydı ayetin özü. Aş ayette Allah'ın peygamberleri işenmegen ve hak dinini din tutmagan. Muş adamın özüne hatta ki cizyeni bergen kadar özü ula karşı köreş kılanlar dep Kur'an açlak boruydu. Katil o kelimesiyle başlaydı. Eğer ula koral kötesi öldürün diyen gibi koral kötegen öldürmese o karşı tarafını öldürdü. Onun için özü koral kötegen öldürdüğün gibi koral kötemegenini sen muşu ya özü bu neminin özüne hak dinini kubul kılırsa ta ki o hak dinini kubul kılıp o cizyeni yani neminin özüne halkı başını bergen kadar deydi Kur'an'cı. Hatta yu'tul cizyete reyte ve hum sagirun. Sagirun degenin özü neme dese başını iyigip boldu ma hakimiyetin özünü biz kubul kıldık. Maliki özü sistemini biz kubul kıldık diyen boldu da ben o vaktin özde bu hak din degenin özü şehadet etiş degen managa kelip dep men ondaq düşüngen ýerlerim boldy. O hak din nemeke diye vakda Kur'an-ı Kerim biz kösetken hak din neymiş o vakda el yevme ekmeltu hemimiz o çıktı Kur'an'da. El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum nimeti ve raditu lekumul İslam'e dina deydi Allah. İslam'ı din kıpbedim degendikin hak din İslam degen boldu. İslam degen neymiş? İslam özünün bütün prensiplerini koşup İslam'ı bildirdi. Tinçlik yani. Yani tinçlikka münasebet yani İslam şu töpüsteki nemesi aşının içindeki bütün prensiplerini öz kubul kılan vakti adam İslam'ı kubul kılan boludu. Yani şu hak dinini kubul kılan kadar ula karşı köreş kıl deydi Allah Teala.
Bunun o'zi nima desa, hamma odam la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan qadar kurash qil degan bo'ladi deb tushunadi nurg'un odamlar. Aslida unday emas. Hamma odam o'zi adolat ostida barobar birga yashashdan iborat bu prinsipni qabul qilgan qadar kurash qil degan gap. Onda qilish mumkin emas-ku. Hech qanday bir insonning kuchi yetmaydi uningga masalanchi. İnsanning kuchi Asli yetmaydigan narsaga Alloh bizni taklif qiladi, u bir. Shundaymi? albatta, Ashundoq qilish albatta. uchun hamda Gitlerga o'xshash Yahudilarni o'ltirganga o'xshash butkul shu musulmon bo'lmaganlarning hammasining beshini chepish kerakda masalanchi. Umi Albatta. mumkin emas. Hmm. Şununla bu keyinki vaqtida uningdan aş oyatlarni xato ishlatib bo'lamiz bilmaydigan odamlar u aş Umayya sulolasi zamonlaridagi aş qo'mondonlar arab bo'lsa ular bilmaydigan ish yo'q. Aşu boshqa millatniki kelgan chog'da masalan o'sha Buxoro, o'sha nimaniki O'zbekistonniki janub taraflariga Qutaybiddin Muslim degan sharafsiz kelgan vaqtida ming'ilgan, 10 ming'ilgan, hatto 100 ming'ilgan odamning o'zini bizniki o'sha qarindoshlarimiz, nurg'un qarindoshlarimizni qirayotgan misol. Iymon aytmading deb o'tirib qirgandi. Aslida ular islomni qabul qilib, bo'ldi biz bosh topshiramiz sana, biz e'tiqodimizni qilib qolamiz desa, uni o'ltirish hech qanday haqqi yo'q degan gap. Ammo shu vaqtda boshqa millatni bular bizga keyin nima qilmasin, qarshi chiqirgan odam yana qarshi chiqanmasin deb qarshi chiqqida kuchli insonlarni o'ltirib mana shunday vayron qilayotgan shu vaqtda. Shu arablar turibni o'tirishdiki, shu tarixni insonlar o'qiydigan bo'lsa, hozir YouTube'da o'qib qo'yibdi, uni o'zini anglasin bo'ladi. Anglaydigan bo'lsa-mu, orada shu hozir Xitoy Uyg'urlarning ichida keyin bizga qarshi chiqirgan odam qolmasin deb o'tirib askirlikni qilyotadi-ku. Xuddi shunga o'xshash arablar shu o'z vaqtida Hı. boshqa millatlarni qirg'in qilgan. Bo'lmasa Hı hı. islomni qabul qilib biz tinch siniki bo'shqa bo'ldi, odil hamma odam barobar yashaydigan bir jamiyat dedim. Mushundaq bir tuzumda biz yashaymiz bo'ldi, tinch yashaymiz desa, shu qabul qilsa, uni o'ltirgan hech qanday odamning haqqi bo'lmaydi. Chunki payg'ambar o'ltirmagan o'z zamonida. Hı. Bu anaqa musulmonlar o'zining ishidagi mazhab urushlarining nimasidan chiqtanmagachga oxiratda o'zlari g'oya qilgan islom dini shunday bir tinchlik bir davlat nima hattochu yoki ular uni g'oya qilmaydigan masalan ular iymonni asos qilib olg'ach bu hal qilinmag'ida masalan shu oxiri mayli Amerika kelsin mayli Xitoy kelsin mayli Angliya mayli Rossiya kelsin shular bir kelib beshimizni o'ngshab qo'ysa debchi shu darajada shularni putiga eslaydigan gapda masalanchi Albatta. o'zining ichida o'zi ishonayotgan Alloh ishonayotgan shu dinni tushunmay oxirichi haliqi ta'tirchi kelgachga yoki o'zgartib o'tgachga shuning bilan chiqayotgan chatoqlar ekan bu. Tamam dunyoni qo'yib turdi bu. Bizim Uyg'urlarning o'zining ichidagi masalani hal qilish uchun agar mushu ko'z qarashga kelsa, shu Qur'onda ko'rsatib bergan shu islomga kelsa, shundaymi? O qanchalik isil ishlar olib ketibdi masalanchi. Albatta. Onun uchun bu biz vatanni ozod qilamiz, millatimiz birlik kelish kerak deydigan bo'lsak, u yerda aslo e'tiqodiy ko'z qarashni bozorga solmasligimiz kerak. Bir odam islom diniga ishonamdi, xristian diniga ishonamdi, uning o'zining shaxsiy ishi biz Sharqiy Turkistonlik bo'lish, Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan hammamiz o'zi millat sifatimizda birga kelishimiz bu nihoyatda muhim. O namoz o'qisi o'ziga, ro'zasi o'ziga. Ya'ni bir odamga hech qachon tanmaslik kerak. Tinish ham o'zi Qur'oni Karimga zid. Uning uchun bu yerda milliy birlik, u yerda o'zi milliy birlikni birlikka keltiramiz desak, e'tiqod asos qilinmagan holatdagi milliy birlikning o'zini birga keltirsak, ya'ni u vaqtda bizning xalqimiz u vaqtda birga kela oladi. Allah razı olsun. Hem yerda nihoyat yaxshi fikrlarmi tushibdi meni. Nima debdi desa, bu darsda bu millat Yaqub İbrahim, Jakob Abraham, Abram degan qarindishimiz debdi-da. Bu darsda bu millat qanchalik tushuna. Alloh sizlarga sabr ato qilsin debdi.
Buni nima deylar? Endi millatni o'ngshash uchun kuch chiqarmasa bo'lmaydi. Har qanday bir bu sohada bilim bor insonlar buni kuch chiqarish kerak. Eee, Endi uni o'lib ketishlik qilamiz ham bu ishning o'zini. Sabr qilamiz, qanaqa qilamiz ham bu nurg'un odam tillaydi. Tillasa u o'zining shaxsiy ishi. Allah razı olsun. Yine başka bir kardeşimiz Tursun Ali degan bu hali ko'p anglaydigan bizning darsimiz bu kardeşimiz. Bu ustoz Qur'onning hamma mazmunini bir-biridan yaxshi so'zlaydi ekan. Allah razı olsun debdi. Bu anglagan kishilardan Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik o'zi tushunib anglagan bo'lsa, Alloh ajr berdi unga. Endi bundan keyingi shu monopol qilingan islom to'g'riliq bayatın temisini bir qator so'zlab o'tdilar hamda shu tariqada monopol qilingan islom va Qur'ondagi islom Hmm. deb har bir temini qo'lga olgan bo'ldik. Hamda insonning harakatini uning tushunchasi, o'y fikri belgilaydi emasmi? Şu Hmm. nurg'un narsalar, hukmlar, tushunchalar, uning Qur'onda Alloh bizga deb bergan ham o'zi izohlagan boshqa oyatlar orqali o Hmm. tushunchalarni o'rniga bu monopol qilingan islomninki tushunchalari yoki siyosiy islomning, siyosat islomning tushunchalari, mazhabchilarning tushunchalari kirib, uni Hmm. o'zgartirib ketishga nurg'un insonlar shuni din deb, shu Allohning degani shu deb tushunib olib, nurg'un xatoliklar chiqadi ekan endi. Shunga Yeah. shu hukmlar, tushunchalar, fikrlar to'g'rilansa Qur'on bo'yicha inshaalloh bu bayatın kardeşimiz qanchalik tushunadigan o'xshash shu tushunish uchun tushuncha o'zgarishi kerak, tushuncha to'g'rilanishi kerak. Agar u to'g'rilanmasa, chatoq chiqadigan gap shu. Alloh Endi agar shu odamlar men shuni tushunay desa, u bizniki kallamizmi alohida bir kalla emas. Shu odamlarga o'xshash kalla, shu odam tushuna oladi. Aslida. Shu zo'mi-zo, shu koni kiyishga kirib qolgandan keyin, shu chiqmayman deb turgandan keyin u chiqolmaydigan gap. Agar chiqay zodi bo'ldi, Qur'on nima deydi, shuning zodi men quloq solay desa, shu Qur'on nima degan bo'lsa, shuni mangay degan bir niyat kelsa, u tushuna oladi. U bizmi bir alohida bir ajoyib bir nima emas, shu odatda normal inson bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Alloh taolo o'z vaqtida sen insonlarga o'xshash inson deb natija deylik. U sababi nima degan vaqtda sen tushungan narsani ular tushuna oladi. Deganlik uchun deyotgan narsa. Shuning bu yerdagi narsa nima desa, biz buni izlanganlik uchun tushundik. Agar o'zi xalqimizning har biri shunaqa izlansa, u tushuna oladi. Tushuna olmaydigan hech qanday bir narsa yo'q. Yani islomniki odatda ham aralashtirib o'tilgan. Aralashtirib o'tilganiga sal o'zi tepishim qiyin to'xtaydi. Bizga bir yordam qiladigan bir yer bo'lmagan hozirgacha. Hozir hamchi desa, bizim qo'limizda yordam qilamiz. Boshqa masalan turk ustozlar va arablardan chiqyapti bu islom to'g'riliq deyotgan odamlar. Ashlardan o'zi har xil tilni biladigan odamlar mana shu tushunchaga quloq solsa tushuna oladi ham uning imkon bor hozirgi vaqtida. Tamam ondan olsa sen bu düşüneyleydiğin Kur'an bu düşüngeli bulduğun dep durup sen mi düşündürgüdü ekensen o bunca 100 saatlik ders kılışının nima acıtı dep sorsa nima deydi? Hem bu yerdeki narsa nima degan vaqtida Qur'on arabcha bir kitob. Uning ustiga Qur'onni biz burungi darslarimizda nurg'un qatim deb o'tdik. Qur'on an'anaviy islomga bo'ysundirilgan holatda tarjima qilingan. An'anaviy e'tiqod, an'anaviy o'zi nima? Shu fiqh, shu narsalarga bo'ysundirilgan holatda tarjima qilingan. Tarjima qilinganligi uchun nurg'un yerning o'zini xalqimiz tushunmaydi ham xalqimizga boshqa bir ma'no berdi. Qur'ondagi shu yerdagi tarjimalar. Shuning uchun buni bizniki tushuntirishimiz nima degan vaqtda shu an'anaviy islomdan chiqqan holatda Qur'on nima deydi shunga deb Qur'ondagi shu sohadagi ya'ni bir mazmunni tushuntirmoqchi bo'lsak, shu mazmunga munosabatli oyatlarning hammasini izlab tepib, undan keyin o'zi shundan chiqqan yakunning o'zini xulosini
biz xalqimizga sunyapmiz. O vaqtda bu xalqimizdagi tushunishi biroz o'ng'ay to'xtaydi. Agar o'zi Qur'onni aqtılsa, o vaqtda oyat oyada, mayat mayada uni bir keltirgan odam bo'lmagandan keyin shuni tushunishmi biroz murakkab to'xtaydi. Boy deganga o'xshash. Misal hamma odam la ilaha illalloh degan qadar urush qilishing kerak degan oyatni ashtaq tarjima qilgan. Oyat kelganda avu. Lakum dinukum valiyadin degan chog'da hamma odam dini yuziga deb tarjima qilingan. Shuni odam kallasini ishlatsa, u yerda ikki xil narsa chiqyotgan. Oyatda hamma odam dini yuziga deb deydi. Mayat kelsa islom kirmaganni o'ltir deydi. Bu qanday gap? Deb u yerda kalla chechilan bo'lgan gap. Buning o'xshash yerda nurg'un bor misol. Shunday bir qism yerni mansub qilindi degan gap bilan yo'q qilayotgan ishlarmi mavjud. Shuninga biz mayda monopol qilingan islom deyishimizning sabab nima degan vaqtda an'anaviy islom bilan, ya'ni Abbosiya, Umayya sulolasida o'z manfaati uchun, Arabning manfaati uchun tuzilgan islom orqali Qur'oni Karimni monopol qilib olgan. Mana shu monopol qilingan islomdan bu hozir Qur'oni Karimdagi islomni aynan chiqarish. Qur'oni Karimdagi islom ma'vu. Monopol qilingan islom ma'vu. Monopol qilingan e'tiqod ma'vu, Qur'ondagi e'tiqod ma'vu. Degan narsalarni o'tirib qo'yish. Misol iqtisod sohasidami shu keldi hammasi Qur'onga asosan iqtisod qanday monopol qilingan islomdagi iqtisod qanday. Misol hozir biz 8 yerga beramiz. Zakatning o'zini o zakatning o'zini tashkilotga, davlatga ishlatsa bo'lmaydi deb mollalar o'zi osh qoldiganligini bilib, o'zi yeyish uchun oyda davlat ishlatsa bo'lmaydi deydi. Bizning tashkilotlarimizga ishlatsin bo'lmaydigan shunday zakatni bo'ladi dunyoda. Shu vaqt kelgan chog'da bu sohada keng kuchab to'xtalamiz inshaalloh. Allah razı olsun, rahmet. Saat hozir 1 saat 12 minut oldu yine. Bu YouTube'da mı hali ko'p qarindoshlar ko'rdi. Facebook'da shu 20 necha odam yetibdi, naq maydonda ko'rgan odam. Bu bana ait cho'ng bir ilgirlash hisoblanadi. Mayli bir odam hech qanday odam anglamasimi, biz endi qilaveramiz. Shundoq bu. Biz shu bilan bog'ladik inshaalloh. Shuni yetkazib qo'ysak, xohlagan odam tinchlikqa kelsa, haqiqiy Allohning Qur'ondagi diniga monopol qilingan islomga emas, Qur'ondagi islomga kelsa degan umidda biz. Ahmadjon qarindishim boshqa bir savol binasida bormi sizga ayrim kelgan? Bekimiz. O bir qism yerdi. O to'g'ri ilqi ijro qilindi deganni misol har qanday bir mo'minning o'zi yoki musulmon zina qilsa shu musulmonlarga shu yerda jazo berilishi kerak. Masalan, Turkiyada ijro qilsa, Turkiyada undaq ish qilsa hech kim ijro qilmaydi. O'rta Osiyoda, misol Yevropada hech qanday bir yerda bu ijro qilinmaydi. O ikki tal davlatda ijro qilinganini shu yerda ijro qilingan hisob bo'ladi. Hamda u ilqi u jazoning o'zi misol yuz qamchi urush va hokazo jazolar hammasi shu zamondagi berilgan bir jazo. Ham u jazoni qiyomat qoyim bo'lg'izlik so'rab yurishning o'zi ham xatolik. U qanday qilindi degan vaqtda hozirgi zamonda ashunga muvofiq kelgidek, ashuniki yuz qamchiga to'g'ri kelgidek holatdagi bir jazoni mayli iqtisod jazosi bo'lsin, mayli turm jazosi bo'lsin, bersa o to'g'ri bo'ldi. Misol 100 qamchini oyat urdi. Tamam, o 1400 yoki 1000 yil burungi jazoni yurgizibdi. Ammo boshqa davlatda desa boshqa davlatda
onun özünü turmuş olgan bolsa, yani o'xshashli jazo bergan hisoblanadi odatda. Agar uni shu koni narsani o'zini davomli ijro qilamiz degan vaqtda, u koni narsa boshqa davlatda, boshqa yerda ijro qilinmagan vaqtda u quruq gapga aylanadi. Masalan, Turkiyada ijro qilinmaydi, quruq gapga aylanadigan gap. Hem bunun özüne hozirgi zamondagi Türkiye hükümetinin qonuni moslashib turib qolgan vaqtida Türkiye hükümeti onu jazolagan vaqtida u jazoni shu Qur'ondagi qonunni ijro qildi deb e'tirof qilgan vaqtida u odamni o'zi huzurlanadi, qonun ijro qilindi deydi. Hamda degan gapning o'zi töven jamiyatga qilib qolmasdan davlatning qonuni o'rinda bundaq ijro qilingan, ishlagan bo'ldi u Qur'ondagi qonun. Shuning uchun Hmm. ularga xalqqa tashkil qilib qo'yilgan o'lik qonuni qatorida tashkil qilib qo'yilgan o'ykirlarni deb qo'ydim. Ham nima qilsang qil deb bundoq qilish bu to'g'ri emas. Aslida diniy sohadagi insonlar davlat bilan birlashib turib, u ishni o'zini texnik mukammallashtirish, Qur'ondagi prinsiplarga uyg'un holatda qonunni texnik ijro qilinadigan Qur'ondagi shu prinsiplar qonun holatiga o'tib ijro qilinadigan holatga akilish bu diniy sohadagi odamlarniki qilgan ishi. Bo'libmi Turkiya qila oladi, misol Diyanet va ming'lagan, o'n ming'lagan o'zi mollalar shu davlat birlashib qilsa qila olmaydi. Ham ularni o'zining manfaatini qo'g'dab qo'yadi. Biz o gapni o'zimiz jamoatning orasida deymiz, jamoatni o'zimizga murid qilamiz. Ularni biz foydalimiz deb aytib qilayotgandan keyin u qonunni e'tirof qilmay turib oyatni qildi. Oyat o'zi ayrim bir dinni tashkil qilayotgan bo'lib aniq qilgan gap. Masalan, nimada Pokistonda boj to'lamaymish nurg'un odamlar. Nima qilsa, u bojni davlat to'lash jinoyat hisoblanadi. Bu qanday Haram gap? hesaplaydı. Haram hesaplaydı. Haram hisoblanadi misol. %95% adam tülemeydi ki. Pakistan'da. Ne alıp materyal görüyor. Demek mollalar tamamen onu kontrol kılabilir. O hükümet ki bardıgan pulun özüne molla ait ep kalgandakin, cemaat ep kalgandakin devlet terakkimaydigan gap. Devlet gaday ötüp kalgan gap. Şunun için bu demek ki Kur'an'daki bu prensiplerini devletin kanun haletini özgertken vaqtida nurg'ungan mesela minilgan, 10 minilgan, hatta 100 minilgan molla hemmisi işsiz kaldı degan gap. Çünkü o kanunu devlet memurları icra kılıdı. Mollaga hech qanday ish qolmaydi. Hattoki xalqniki xotin qizlarning o'zini nikoh qilishmi u mollaga qolmaydi. Davlatning nikoh qiladigan o'rni bor. Nikoh qog'ozini berdi odatda. Shu o'zi kuchga ega. Bu yerda boshdan oxiri bir diqqatim chekkan bir masala bo'ldi. Bu yerda shakl bor-da, an'anaga eslab olganlarda bir shakl bor. Shunday qilgan, shunday qilamiz deydigan. Aslida mohiyatda nima bor desa, masalani hal qilish chorasini o'tirib qo'ygan ekanda, buningga sizlar yaxshi o'rnak bergan o'z vaqtida. U bo'lsa shu zakot edi. Zakotda 40 dan birini berish Qur'onda yo'q. Lekin Payg'ambar alayhisalom ijro qilgan vaqtdagi vaziyatda ehtiyoj shuningga loyiq, shuningga nisbat kelganligi uchun shunday qilgan. Keyin Umarning va boshqalarning davri kelgan chog'da, Abu Bakrning davri kelgan chog'da biroz farq ijro qilganliklarini o'tirib uni misol etib turib, agar bugungi kunlikda jamiyatimizdagi, davlatimizdagi, o'zimizning atrofidagi insonlarning ehtiyoji agar bizdan 80% talab qilsa 80% berish vojib bo'ladi, 10% talab qilsa 10% berish vojib, ya'ni farz bo'ladi degan shakldagi bir iddiani o'tirganlarda, bu shu bir davr bo'lgich xarakterlik bir narsa. Burundan tortib kelayotganlarda shu shakl shu o'z bitqil emas, shu bitqil emas deydigan shu bir qatmonliq bor. Do'ramchilik, maymunlik. Mushu ijro bu zinaxorni chalma-kesar qilish qatorliq masalalardami kasalni davolash xarakterlik tibobat taraqqiyotni qarasaqmi, burunqi davolash shakli bilan hozirgi davolash shakli jiq farq bo'lganlik. Agar burunqi holatda o'zi burunqi tiyilmi shunda yorinib chigan yerimjon bo'lib qolgan qo'mondonlarni yani otga mindirarligidek qilib davolab yo'lga solgan tiyiblarni maydonda ya'ni shuna hayot yashab o'tadi ekan. Ammo bugungi kunlikda bo'lgan bo'lsa, shular bugunning taraqqiyotidagi texnikalardan foydalanib turib davolagan bo'ladi albatta.
Şuna meşhur yana bir eslatma bolsun dep koydum. Yani icraatdaki meselelerde yana şu şekilvazlık var. Bu bizim ibadetimizden tartip bütün hemme narsamizga singib ketibdi. Yeni bir şey İslamda de o. aslida shu qarisiga ibodat qilish, do'ramchilik qilish aslida jinoyat ekan asli. Şu. Albatta. Çalmak isek mi? Yok o aslında Kur'an-ı Kerim'de. Şu. Shu chapki bir tadbir ekan hamda. O Yahudilerin kitabı var. Şuların kitabıga asasen icra kılınan narsa değil mi? Şu. Hamma an'anaviy ibodatdan tartib aqida tushunchalar qarta hamma narsaning tigini aqtaysak, bir yer yani Yahudi nimasiga tutishyotidi-ku bu. Şu. Elbette. Yıldız aşağıdan çıkartıldı. Kiyim kichekten tortib başında Hı. ayrımcılık paydo qilish voy shu bizni jannatda u bu deb biz shu Allah razı olsun. Ma ustozni amdiligi memo ko'rsatilgan nishonni ko'rish fikri tushunchasi mening kallamda ro'shan bo'lmagan bo'lsa, ko'rsatgan barmoq qarab turib olgan idea mendan bo'lgan bo'lsa, bu albatta programmani men davom qilolmaydik. Yani programda bu fidoyiliklarni biz davom qilolmaydik. Lekin ustoz o'tirib qo'yayotgan masalalarga demoqchi bo'lgan nuqtani deyolmayotgan bo'lsin ko'rish yoki his qilish, tushunish bir nimamiz bo'lib qoladi-da. O'zining da'vatqandan bekrak shaklda yani öz aklımız, veznimizden özümüz tam yaxshi tushunadigan shaklda ko'rib, his qilib, farq etib, nima qilganligimiz uchun, ilg'i qilganligimiz uchun boshdan davom qildik. Bizning shu ko'rilgan do'stlar, xalq jamoatlarning ko'pinchisi ish adam, mush adam degan shakldagi iboralarni, bekchiq a'zolarni ba'da albatta nimalar siratni o'qigan qarindoshlar Payg'ambar alayhisolamning dastlab chiqqan vaqtida, maydonga chiqqan vaqtida bugun biz haqiqatni o'tirib atqanlarning qandoq ayiblagan bo'lsa, uningdan kam emas ekan zaten. Şu. Shuning hammasini yashaydi ekan emas. Yaşaymiz. Haqiqat payg'ambarga Shu ayiblayotganlarning o'z vaqtidagi payg'ambarni ayiblaganlarning guruhiga kirib qolganligini farqatnayotganligiga odamning ba'zi ichi og'riydi. adamlar haqiqiy Muhammed Aleyhisselam'a söygüsü texmi to'lib tashadi shu. Qandoqmi ishlatdi bular o'sha odamda. Hozirga qadar eshakning masalasi, eshak go'shining masalasini taqishib turib oladi. Hadis inkor qilding deydi. Ya qaranglar birodarlar, inkor qiluvchi biz oldukmi, Qur'on bo'ldi. Biz Qur'onga isildik dedik. Agar iymon etgan narsanglarda Qur'on bo'lsa, Allohning kitobiga iymon etganinglar rost bo'lgan bo'lsa, shu Qur'onni ichinglar. Shu Qur'on bilan kelinglar. İman Bir etgan o'zgarmas, sheksiz, o'xshi yo'q, tangdishi yo'q. Qiyomat qadar biz qo'g'daymiz deyilgan narsalar bilan kelinglar bizga. Ustozning boshdan yo'q deb keldim. Men inson, hamma to'g'ri demayman. Xatoligim bor, ko'rsatib beraman deb keldik. Ammo tomning dalziga o'tib, ko'zingni yumib, bir ish ko'rib qolsa, ming ish ko'rmay qolibdi degan shakldagi inkoslarlar bilan o'zinglar zulm qilmanglar degan tavsiya bergim keldi. Programni uzatib etmaydi. Bugungi programni biraz yaxshi ko'rdi qarindoshlarimiz Nahmaydonga biraz qo'rqmay kirgandek qildi. İslamning oldingi shartlarini yana eslatib o'tamiz. Aql va baliq bo'lish sharti bilan iymonga taklif qilindi, mukallaf qilindi deyiladi. Shu baliq degan so'zning ichini bir tekshirib chiqqan eng azından. O'zinglar bir mustaqil irodalik insonlar bo'lsanglar, aqlinglar bo'lsa, o'zinglar ishinglar qarindoshlar. Ustoz biz alayda bir inson. Ahmadjonniki programma sıra kirmaymiz. Mesela bir yerga kirib qolsak, kenonlar qilishimiz mumkin. Ammo paltın nega urishni tushunib qoldik. Allah ba'da bizni tirishdi. Siz aşağıda izlanglar, tepinglar. Belki bizni yandab o'tib ketisizlar. Allah razı olsun. Meniki de chiqqanlar qoldi, rahmat. Allah razı olsun. Oldu. Ma Ahmadjonniki degan so'zdan ma bir tal suhbat oynadı. Monopol qilingan Qur'on deganni bir suhbat qilsak bo'ldi. Allah razı olsun. Endi bu tushunchaga Qur'onga qaytili, Qur'onni asos qili degan tushuncha kelgan insonlar bizda olam emas. Endi bizdan yaxshi biladigan shundami ya? Nurg'un kitoblarni yozgan, nihoyatda saviyasi yuqori insonlar bormi shu?
Ama en mühim mesele muş bilgen derslerini hakikatini ortaga chiqarish, xalqqa yetkazib qo'yish uchun, yetkazishim uchun. Xalq ishonamdi, ishonmamdi, o'ltiraman, chopaman desa mayli-chi, lekin bir uqish kerak-da, o'rtaga chiqarishning masalasi bek muhim ekan ustoz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Meydalarni kerib, ko'kraklarni kerib chiqdilar. Bizning boshqa bir dasmoyimiz yo'q. Bizning dasmoyimiz shu Qur'on, Alloh bergan aql va Alloh bergan kuch-quvvat bilan davomli tirishish. Boshqa qarindoshlardanmi shu tirishchanlikni tilaymiz inshaalloh. Monopol qilingan islom o'zininki joyiga berib, Qur'onda tushuntirilgan islom o'rtaga chiqa degan niyatimiz. Ana bo'lsa, ustoz boshqa so'z bo'lmasa, Ahırda bir sözge ben sözümü ne kaldım. Bizden halkımızda molla ölümalarımızdan belgen umumu tuygusu da yani bizge umumlaşkan bizge belgen tuygu nime dese molla ölümalarımız xuddi Allah'ın vakaletçisi okşaş. Aşında heyvetlikte bizge. Asli bu onda emesken buca. Her insan özü müstakil ügünüştüyüş boğan, düşünüştüyüş boğan, tushunib bilib ondan keyin e'tiqod qiladigan ota-onadan miros oladigan bir narsa emas ekan bu. Shuning uchun qarindoshlarga himmat qilishni so'raymiz va birga o bizga hayva qilib jahannam bilan Allohning haliqi Xitoyninki Dajjal dinidagi bekbashiri mahluqlarda qo'rqinch tushuntirib bizga qo'rqoq soladigan rivayetlerge işenmeyi, ularni o Allah'ın bir vakaletçisi tuyg'usiga unga bek undaq itoat qilib, uni Xudoning bir bizga yaqinlashtiradigan vositasidek bir tuyg'u keladigan, manda tuyg'uga qoplashib qolgan qarindoshlarning uyqusini ichishini din nomida dinni qurol qilib jonini boqadigan hayotini shuningla o'tkazaman deb barliqini beg'ishlagan eğer şundan ayrılıp kap kalsa yani bir gün şu kesbiden ayrılıp kap kalsa bazara çıkıp bir tağa götürüp hammallık mı kılanmaydıgan şu biçarlarının heyvetide bek aldanmanla korkup ketmeli arkadaşlar. Ben şunu dep koyğum geldi. Vahime degan narsani paydo qilib olsa, vahime taxminini vahime paydo qilib, uning ishini chiqolmaydi ekan-ku. Şunun oldi bilan biz o'zimizning kallasidagi, o'zimiz ishinib olgan, o'zimiz yaratib olgan, but qilib yasamasak-ma, tasavvurimizdagi Qur'onning sirtidagi Alloh o'zi tushundirmagan, o'zimiz yasab olgan, o'zimiz tasavvur qilib olgan xudolarimizga, butlarimizga, xudo deb yoki ismini Alloh deb ishinib olgan, shu butlarimizni chaqmasak, bu haliqi kishilar nima deb qolar degan bot texmo gazgimizdan dassab, bizni hech qanday ting'ilib qo'ymaydi, hech qayerga qarg'ilib qo'ymaydi. Shunga o mollamlama cho'ng bir narsa emas, uning bizga o'xshash odam. Peygamber Aleyhisselam şu bizga o'xshash odam naydi debatida Qur'onda oyatlar orqali shu tirishsak Qur'onda o'zi tafsir qilib bergan shu Allohning ag'amchisiga, Allohga chin asilsak nijotlik her zaman bizga. Ahirgi kunlarda mushaliq ba'zi inkaslarda munoziralashib qoldik. Manda tushunib qarasak, qarindoshlarimizdan ko'pinchisi Qur'onning Alloh tarafdan kelganligiga Payg'ambar alayhissalomni shohid qildi ekanda. Teatrisi de. Şu aş katal kaçadı o. Ben bunu bayqadımda şu bunun cık o'xshamagan şekilde variantlarda inkaslarni qoldirdim. Masalan, pilekni bo'ylab kelib tutqizib qo'ygan narsamiz xamak bo'lmaydi. Masalan, oddiysi. Ba'zan mevini deydi. Ash shoh, ash mevining nimasi bo'lmaydi. Ya'ni meva ash shohni isbotlaydi asli. Masalan. To'g'ri. Payg'ambar qilgan, elchi qilgan, nabiy qilgan narsaning nima ekanligini izlansak, uning Qur'on ekanligini yo'qmaydi unda. Qur'on payg'ambarga guvohlik beradi. O guvoh, shohiddan. Shuni faqatmagachga, agar sen Muhammadni, ya'ni hadisni inkor qilsang, hadisni e'tirof qilmasang, o'zi Qur'onni qanday e'tirof qilsa, yolg'onchi deydi. Voy, qaranglar. Qur'on o'zini o'zi isbotlaylik. Bo'lmasa debdi oyna bütün alemdeki bütün yardımcılarını çağırıp
Keltirip bakın okuşunu dedi. İle hem kıyamet kadar dedi bunu. O gapni qilishdagi maqsadi boshqa emas. O gapdagi qilish maqsad Qur'on o'zininki hadis, din deb, vahiy deb ishonib olgan narsani isbotlash uchun deyilgan gap uchun. Nimishqa desalar, Qur'onmi shu hadislarga o'xshash motivator yo'l bilan kelgan. 100 odam 100 odam gidadi, 100 odam 100 odam gidadi. Ashunga o'xshash rivoyat shaklida kelgan. Deydi hatto professor doktor yaliqi Abu Bakr Sifil deganlar Abdulaziz Bayındır bilan qilgan munozarasida boshqa birisi o'rtada riyosatchilik qildi. Aşağı deyinlik dedi o adamcağım. Sen Allah'ın kitabı işkellikiga Kur'an'ın sırtından delil keltirdi dedi cuma. Profesör doktordan qilgan gapi o. Demek bular aşı 1400 yıldan biri Kur'an'a karşı Kur'an'ın sırtındaki bir yolunu özüge etiş üçün, şunu qoğdaş üçün hemme kişilerden dağıtıp hemme narsini şu derecelerini itip hiçnimiz kalmaptı eken zaten şu. Hakkın beni köyden beni şu din diyen yerge ekip poptu eken. Aştan asken, gafletli aştan asken. Bizim şu bilmegenligimiz için yıllardan beri başka yerlerde çökülüp yürüptük. Kulak vermeptik. Bomuz meydana çıkıp hele burundan dep geldinler. Bizim şu bana karaplam madem dedim adaş dep öçüre atlap ötep gitken kemiz. Tepsili anlap bakmayı, düşünüp bakmayı. Hayır. Da olsa şu İnşallah düşünüp kala. düşünüp qala nahayet egir besiq bo'lish kerak. Peygamber alayhissalomning beshiga kelgan küldem az emas. İnşallah tayyorliqliq biz her zaman o xalqimiz uchun xizmat qilishga qo'limiz ko'ksimiz tayyor. Bir senat pul talab qilmaymiz. Anlab bersalar bo'ldi endi-chi. Söz itibariyle, mezmun itibariyle ahir bir cümle koşay. Yani şu ustazına aldık. Yani Kerim Ustaz dedi ki hiç kandak bir ayetin rivayetçisi yok. Acayip net, uçuk, rüşen gepti ama abi. Kaysı ayet ne, kim rivayet kılgan? Tip ama. Maşinçilik mi farkı var? Adli bir farkı. Ya bu programda ben hayatımdaki en ulug' desem mi bo'lmasam da ulug' desem kam bo'lib qolar balkim ben ifade beremeyman ama ben yaxshi manfaat aldım. Ya bu o'zinglarni qutqizadigan manfaat emas bu. Hem boshqalarni qutqizimiz uchun. Albatta o'zimiz qutqizmiz-da. Boshqalarni kirib qolgan patqoqlikdan. O patqoqni mideli hozir tugab ketgan gapda. Endi quritish kerak shu patqoqlikni uchun. Endi quritimiz desak Adan tartib ziyig'i qadar shu qarmishiq çidiş to'qina aşında bir qarang'iliqning ichida ekanmiz to'q. Ajoyib. Hozir aşağı bitin çok chiqyapmiz. Her birisini ko'tarsak, yana birisini tatlab, uning yig'ili o'ttirib chiqyapti-da. Tutmadida chaplaqla ajrab chiqyapti bu yerda. To'g'ri. Oddiysi. To'g'ri. Her bir programmadan davr bo'lgich xarakterli fikrlar bor. Ziyorat qiluvchi ixlosmand aqli shu joyida insonlarimiz uchun nurg'un bishoratlar berildi. İnşallah shu dunyoda qilgan xizmatlarimizdan eng yaxshisi bo'lib qolgandek qildi. Men sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Men gapni uzun qilib aytdim. Xo'sh. Rahmat. Bo'ldi. Naqilamiz ustoz. Og'zingizga sog'liq. Bo'ldi. Allah egim ishimizni, darslarimizni texmi yaxshi qilishga tayyorlik qilib, yaxshi sunishga nisib qilsin. Adavaz qadrli qarindoshlar, bugungi Qur'ondan nazar programmamizning 83-qismi monopol qilingan islom degan temada yangi bir safarimizni boshlagan bo'ldik. Bu bir boshlang'ich qarindoshlar. Bu safar jarayon, bu karvon jarayon davom qiladi. 84-yillik sonimizda monopol qilingan islomdagi yeni bir mazmunida ko'rishishga nisib qilsin. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.